Diplomingiz yo'q, lekin yaxshi pul topish mumkin bo'lgan ish kerak, to'g'rimi? Hozirda ko'pchilik birinchi universitetni bitir deydi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirda ko'p maosh beradigan kompaniyalarda diplom umuman so'ralmaydi. So'raladigan narsa bitta: ko'nikmalar. Bu videoda men sizlarga shunday 5 ta kasblarni ko'rsataman. Diplomsiz uyda ham ishlasa bo'ladigan va eng muhimi sun'iy intellekt o'rningizni egallamaydigan kasblar. 5-o'rindan boshlaymiz va 1-o'ringa chiqqanda nega aynan shu kasb kuchli ekanligini ko'rasiz. Bu kasblarni shunchaki o'ylab topmadik. Hammasini ish e'lon saytlaridan va hozirda ochiq turgan vakansiyalardan tanlaganmiz. 5-o'rin video montaj. Oddiy reels va short montaj qiladigan odamlarga oyiga qancha oylik berishni bilasizmi? Eng kamida 5 milliondan 8 milliongacha. Ko'pchilik buni eshitganda axir bu oddiy ish-ku deydi. Lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Har bir kompaniya, har bir bloger va har bir yangi ochilgan do'konlar hozirda kontent qilish kerak bo'ladi va bu ishlarni video montajyor qiladi. Bu ishni mutlaqo o'ydan. Agar ozgina didingiz bo'lsa, oddiygina CapCut dasturida ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. Ofisga borish yo'q, forma kiyish yo'q, hisobot topshirish yo'q. Faqatgina video va deadline. Eng muhimi, bu ishga hozir talab juda ham kuchli. Masalan, o'zimiz ham ba'zida qidirib qolamiz. Diplom kerak emas. Kerak bo'lgani faqat bitta: his qilish va did. Qaysi joyda kesish, qaysi joyda huk qilish, qaysi joyda musiqa tanlash. Bularning hammasi amaliyot orqali keladi, kitob bilan emas. Va eng yaxshi tomoni, buni 1-2 oyda o'rgansangiz bo'ladi. Birinchi videoni taxminan 100 ming so'mga qilsangiz, 6 oydan keyin o'sha video uchun 1 million olish real narsa. AI bu sohaga ham kirib kelgan. Subtitr qo'shish, rang to'g'irlash, ovoz tozalash, hamma narsa avtomatik. Lekin bu degani AI montajyorning ishini olib qo'ydi degani emas. Aksincha, uni tezlashtiradi. Lekin 5-o'rin shunchaki boshlanishi. 4-o'rindagi kasbda maosh boshqacha hisoblanadi. Sizning vaqtingizga emas, natijangizga qarab. 4-o'rin social media marketing menejeri, ya'ni SMM. Bu yerda raqam ham o'zgacha. 7 milliondan 15 million so'mgacha. Va ko'pgina e'lonlarda buning ustida KPI ham bor. Ya'ni qancha yaxshi natija ko'rsatsangiz, shuncha ko'p maosh olasiz. Har bir biznes kichik do'kondan tortib katta kompaniyagacha Telegram yoki Instagramda ko'rinish xohlaydi. Lekin buni qanday qilishni bilishmaydi. Ana shu yerda esa mutaxassisi kerak bo'ladi. Hozirda talabga to'g'ri keladigan mutaxassis topish biroz muammo. Ko'pchilik bu sohaga o'qiydi, lekin hali ham bilimi yetarli emas. Chunki qandaydir videolarni olib, uni Instagramga joylash bu SMM emas. Kompaniyalarga mijozlar muammosidan kelib chiqib, kontent strategiyasini yarata oladigan mutaxassislar kerak. Ko'pchilik men dizayner emasman yoki post yoza olmayman deb o'zini chetga uradi. Lekin bu sohada eng muhimi dizayn yoki post emas, strategik fikrlash. Dizaynni Canva'da yoki AI'da qilsa bo'ladi. Matnga ham sun'iy intellekt yordam beradi. Lekin strategiyani hali ham odam tuzish kerak. 2 yoki 3 oyda real loyihalar bilan portfolio yig'ishingiz mumkin va butunlay masofadan bir vaqtning o'zida bir nechta mijozlar bilan ishlash bu odatiy hol. 3-o'ringa chiqsak, bu yerdagi raqamlar undan ham qiziqarliroq. 3-o'rin data science va sun'iy intellekt mutaxassisi. Bitta vakansiyani ko'rsataman. Data science middle yoki senior daraja Toshkentda maosh oyiga 10 milliondan 50 million so'mgacha. Va talablar orasida oliy ma'lumotli degan so'z umuman yo'q. Bu yagona emas. Data science va email injener vakansiyasi bo'yicha ko'plab lavozimlar hali ham ochiq. Banklardan tortib xususiy IT kompaniyalargacha va ko'pchiligida masofadan turib ishlash mumkin deyilgan. Ya'ni O'zbekistondan turib xorijiy kompaniyalarda ham ishlasangiz bo'ladi. Nega bu kasb boshqalardan farq qiladi? Chunki bu yerda siz AI bilan raqobatlashmaysiz. Aksincha, uni yaratasiz va boshqarasiz. AI shablonli ishlarni o'rnini egallaydi. Lekin aynan shu AI ni o'qitadigan odamlar data science mutaxassislaridir. Bu mutaxassis nima ish qiladi? U ma'lumotlarni yig'adi, ularni tahlil qiladi va qaror qabul qilishga yordam beradi. Bank kimga kredit berishi, do'kon qaysi mahsulotni ko'proq sotib olishi, bularning orqasida shu odam turadi. Endi siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar bu soha shunchalik zo'r bo'lsa, nega 3-o'rinda? Sababi oddiy. Ushbu kasbni o'rganishingiz uchun qolgan 4tasiga nisbatan ko'proq vaqt ketishi mumkin. Asosiy vaqtingizni boshqa ishlarga bag'ishlab o'rgansangiz 6-9 oy. Lekin asosiy e'tiboringizni qaratsangiz 4 oyda o'rgansangiz ham bo'ladi. Endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Agar bu soha shunchalik yaxshi bo'lsa, uni qanday boshlash kerak? Ko'pchilik meni matematikam yaxshi emas, vaqtim yo'q, lekin qayerdan boshlash kerak deb o'zini cheklab qo'yishadi. Lekin men sizga aytaman, matematikani maktab darajasida bilsangiz yetadi. Qolgani shart emas. Buni qanday bilamiz deysizmi? Chunki Mohirdev data science va sun'iy intellekt kursi bor. Kursdan 3 ta ekspert olib boradi. Anvar Narzullayev, Mohirdev asoschisi va 20 yil tajribaga ega ekspert. Adham Zokirov, O'zbekistondagi rasmiy Google Developer ekspert. Iqboljon Sobirov, Oxfordda PhD va Deep Learning moduli muallifi. Kursni noldan boshlaysiz. Python, ma'lumotlar tahlili, Deep Learning, Machine Learning, bularni hammasi bosqichma-bosqich. Va har bir modul oxirida real loyiha qilasiz. Ya'ni bu degani ham kursni tugatganingizdan keyin sizni portfoliyongizda tayyor 6 ta loyiha bo'ladi. Men buni bilaman emas, mana mening qo'limda nimalar keladi deya oladigan holatda bo'lasiz. Yuqorida aytganimdek, ko'proq vaqt ajratsangiz 4 oyda ham tugatishingiz mumkin va kursga yozishingiz bilan darsni boshlaysiz. Guruh to'lish kerak degan narsa yo'q. Pastdagi havola orqali kurs haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. 2-o'rin sotuv menejeri.
Oddiy sotuv menejeri boshida 4-5 million olishi mumkin ekan. Lekin bu yerda gap raqamlarda emas, gap sohaning tuzilishida. Ko'pgina kompaniyalar asosiy maoshga KPI qo'shib beradi, ya'ni komissiya qo'shib beradi. Qancha ko'p ishlasangiz, shuncha ko'p maosh olasiz. Ya'ni ikki kishi bir xil lavozimda ishlab, biri 2 million ko'proq, biri 5 million ko'proq olishi bu sohada odatiy hol. Men sotuvga moyil emasman deyishingiz mumkin. Lekin bu tug'ma qobiliyat emas, o'rganish mumkin bo'lgan ko'nikma. Mijozlar bilan qanday gaplashish, e'tirozlarni qanday yengish, bularning barchasi formula. Va bu ishni endi ko'pincha masofadan, telefon yoki messenjer orqali bajarsa ham bo'ladi. AI bu yerda ham yordamchi, raqib emas. Birinchi yozishmalarni chatbot olib borsa, yakuni bitimni insonni ha deyishga ishontirish hali ham insonning ishi. Mashina hozircha ishonch yarata olmaydi. Va nihoyat birinchi o'ringa ham yetib keldik. Nega aynan shu kasb eng yuqorida ekanligini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rin o'qituvchilik. Sizda biror narsa bo'yicha bilim bormi? Farqi yo'q. Matematika, ingliz tili, dasturlash, hattoki gitara chalish bo'lsin. Bugun o'sha bilimni boshqalarga o'rgatib pul topish eng to'g'ri yo'l. Chunki siz biror bilimni boshqa odamlarga o'rgatganingiz sari siz o'sha sohada ekspert bo'lib boraverasiz. O'quv markazlarida o'rtacha 15-20 million topish normal hol ekan. Umumiy bozorni olib qaraydigan bo'lsak, 35 million topadiganlar ham bor. Va bu yo'nalish faqatgina til bilan cheklanib qolmaydi. Yuqorida aytilgan 4 ta kasblarda ham o'qituvchi bo'lishingiz mumkin. Sababi oddiy. Har birimiz biror narsani boshqalarga ko'ra yaxshiroq bilamiz. Lekin ko'pchilik buni kasb emas-ku deb e'tiborsiz qoldirishadi. Lekin aslida bu eng tez boshlanadigan biznes. Sizga jamoa kerak emas, ofis kerak emas, faqatgina bilim va birinchi o'quvchi. Bu ishni butunlay onlayn qilishingiz mumkin. Sizga maxsus pedagogik diplom shart emas. Eng kerakligi sohani chuqur bilish va tushuntira olish qobiliyati. Birinchi o'quvchini topishingiz uchun sizga sertifikat yoki portfolio o'zi yetarli. Endi AI orqali o'rgansa ham bo'ladi-ku deysizmi? To'g'ri. AI tushuntirishga, mashqlar bajarishga yordam berishi mumkin. Lekin insonni tushunmagan joyda ushlab qolish, motivatsiyasini saqlab qolish va menga ishonch bor deb his qildirish uchun hali ham inson kerak. Va shuning uchun bu kasb birinchi o'rinda. Chunki faqatgina bitta sohaga bog'liq emas. Sizda qanday bilim bo'lsa, o'sha bilim bo'yicha ishlaydi. Eng kam o'zgaruvchan, eng barqaror va talab yo'qolmaydigan kasb. Bu videoda iloji boricha diplom talab qilmaydigan, tez o'rganib, daromadga chiqish mumkin bo'lgan ishlarni tanladik. Ushbu kasblarga talab kuchli bo'lgani uchun ularni qisqa vaqt ichida asosini o'rganib, qolganini ish davomida o'rganib ketishingiz ham mumkin. Ya'ni o'zingiz qiziqib shu ishni qilishga tayyor bo'lsangiz, hattoki tajribangiz kam bo'lsa ham sizga ish beruvchilar topiladi. Shu bilan videomiz yakunlandi. Siz qaysi yo'nalishga ko'proq qiziqdingiz? Izohlarda yozing, gaplashamiz.